Assalomu alaykum. JavaScript intervyu playlistımizning yangi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda JavaScriptdagi eng muhim tushunchalardan biri true va false qiymatlari haqida gaplashamiz. Bu mavzu if, while, or yoki kabi operatorlar bilan ishlaganda juda muhim hisoblanadi. Intervyularda esa true va false nima degan savol deyarli har doim uchraydi. Demak, JavaScriptda har bir qiymat mantiqiy boolean qiymatga aylanishi mumkin. Agar qiymat true sifatida ishlasa, u true deyiladi. Agar qiymat false sifatida ishlasa, bu false deyiladi. Namunaviy bitta kod yozib qo'yamiz. Bu joyda ishladi. Mana bu ishladi bu kodimiz. Bu yerda 100 soni true emas, lekin JavaScript uni avtomatik ravishda true deb qabul qiladi. Shuning uchun kod ishlaydi. Xo'p, endi biz false va true'ni solishtirishni, ya'ni farqlarini ko'rishni boshlaymiz. Demak, false qiymatlar JavaScriptda false qiymatlar juda kam, ularni eslab qolish juda foydali. Men sizga bir qator ularni yozib chiqaman. Demak, bular. Demak, ekranda ko'rib turganingizdek, bu qiymatlar false qiymatlar sifatida ishlatiladi. Demak, bu joyda biz hozir kod orqali ham bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, if deymiz va 0. Demak, mana ko'ramiz. Bu joyda false qaytaryapti. Yana bitta misol ko'ramiz. If deymiz va mana bu tartibda xuddi mana bu ichkaridagi bu kodni nusxalab olamizda bu joyga qo'yamiz. Bu joydan ko'rayotganingizdek false qaytaryapti. Yana bitta endi null bilan bitta ko'rsak bo'ladi. Shu o'zini kopiya qilib pastga tashlab qo'yaman. Null. Ko'rib turganingizdek bu joyda ham false qaytaryapti. Endi true qiymatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, false qiymatlar endi ajratish uchun shunaqa belgilab qo'yaman. Demak, bir xil bo'lib qolmasin, o'shani o'zgartirib qo'yaman. Yokida xo'p, mana bu joyda o'sha qolib ketdi. Ko'rib turganingizdek, mana bu qiymatlar. Endi bularga xuddi yuqoridagidek ozroq misol bilan ko'rib ketamiz. Xo'sh, natija true. Endi
bunga. Demak mana bunda ham mana bo'sh area ham true hisoblanadi. Xo'p, endi bitta obyekt yaratib, uni ham tekshirib olishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu joyda ham namunaviy tekshirishni qilib oldik. Endi eng ko'p uchraydigan bir xato haqida ham ozroq qisqacha ko'rib ketamiz. Ko'p dasturchilar bo'sh array yoki bo'sh obyekt false deb o'ylashadi. Bu joyda biz yozib ko'rsatdik. Bu true hisoblanadi. Endi real loyihada ozroq kod orqali misol yozishimiz mumkin. Misol uchun bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Username. Demak, user kiritilmagan deb qo'yamiz. User kiritilmagan. Demak, endi yana bitta yozsak bo'ladi. Const misol uchun token. Hop, abc birikuvchi. Qilingan. Demak, login qilingan natijamiz chiqyapti. Real loyihalarda foydalanuvchi ma'lumotlari, token, forma, qiymatlar yoki API javoblarini tekshirishda true va false qiymatlar juda ko'p ishlatiladi, ya'ni foydalaniladi. Endi agar intervyuda sizdan false qiymatlar qaysilar degan savol masalan beriladigan bo'lsa, men yuqoridagilarni aytishingiz mumkin. Buni biron joyga yozib olishingiz ham mumkin, juda kerakli. Yokida xo'p, true qiymatlarga misollar desa, siz mana bularni aytishingiz mumkin. Yana savol bo'lishi mumkin. Mana bu joydagi mana bu array va obyekt bo'sh bo'lgan vaqtda false bo'ladi degan nazariyadan chekka chiqing va bu trueligini ko'rdik. Endi biz bu videodan, ya'ni darsimizdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, false sifatida ishlaydigan qiymatlar hisoblanadi, true sifatida ishlaydigan qiymatlar hisoblanadi. Bo'sh string false hisoblanadi, lekin bo'sh array yoki bo'sh obyekt true hisoblanadi. Bu mavzu if, while yoki or kabi ko'plab real loyihalarda juda muhim. Demak, videomizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.